Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. Ruxsor telekanalida har payshanba oqshomida faoliyat olib boruvchi jonli efirdagi TV advokat ko'rsatuvi o'z faoliyatini boshladi. Va men Hasanboy Ibrohimov va bizni doimiy hamrohimiz Farg'ona shahrida faoliyat olib boruvchi Muzaffarjon Turdumatov advokatimiz bilan birgalikda bugungi efirimizni boshlaymiz. Ko'rishib olishingiz mumkin. Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Navbatdagi ko'rsatuvimizni boshlaymiz. Kimda qanaqa huquqiy savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilinglar va o'zlaring savollaringga kerakli javoblarni olishlari mumkin bo'ladi. Albatta. Huquqiy masalalarda o'zingizni qiynab kelayotgan savollar bo'lsa, ekranda raqamlarimiz ko'rinib turibdi. Hoziroq qo'ng'iroq qiling va undan tashqari bizni Telegram kanalimizni maxsus havolasi ham turibdi. Telegram kanalimizga kirasiz, oxirgi joylangan post ostiga advokatimizga savollaringizni yozma tarzda yuborish imkoniyatiga ham egasiz. Va Muzaffar aka, qo'ng'iroqlar kelishidan avval sizga bir maxsus savolim bor. Ya'ni har doim beraman ko'rsatuv avvalida. Shaxsga doir ma'lumotlarni ijtimoiy tarmoqlarda tarqatish qonunchilikda bir qanaqa bir choralari bor. Ya'ni meni rasmimni yoki videoyimni mendan beruxsat turli xil ijtimoiy tarmoqlarga joylab, bo'lsa bir qonunchilikda bir bor. Albatta qonunchilik tartibga solgan bu holatda. Hozir ayniqsa ko'payib ketyapti bunday holatlar. Yaxshi savol berdingiz. Agar shaxsga doir ma'lumotlar uni ruxsatsiz uni obro'sini to'kish, sha'nini, qadr-qimmatini to'kish, bir sharmanda qilish, g'arazli bir niyatlarda amalga oshiradigan bo'lsa, ijtimoiy tarmoqlarda tarqatadigan bo'lsa, ma'muriy javobgarlik va jinoiy javobgarlikka tortiladi. Birinchi navbatda ma'muriy javobgarlikka tortiladi, 41-modda bor, o'shanga asosan o'sha 5 barobargacha jarima qo'llaniladi. Agar jarima qo'llanilgandan keyin ma'muriy jazoga tortilgandan keyin ham 1 yil davomida yana qaytadan takror etiladigan bo'lsa, unda jinoiy javobgarlikka tortilib 2 yilgacha qamoq jazosi yoki 50 barobar jarima miqdorida to'lov belgilangan. Tushunarli. Shuning uchun ehtiyot bo'lish kerak. Ehtiyot bo'lish kerak. To'g'ri aytasiz. Agarda bizni tomosha qilayotgan yurtdoshlarimiz orasida mana shunaqangi noo'rin harakatlarni bajarayotgan bo'lsangiz, e'tibor qiling advokatimizning gaplariga. Va bizda qo'ng'iroqlar kelishni boshladi. Assalomu alaykum. Alo. Assalomu alaykum. Siz jonli efirdasiz. Televizorning ovozini o'chirib qo'yasiz. Assalomu alaykum. Eshityapsizmi bizni? Televizorning ovozini o'chirib qo'yasiz. Advokatimizga marhamat, savolingizni berishingiz mumkin. Advokatimning savolim, turmush o'rtog'im zaksimizni bekor qilmay, ikkinchi ro'zg'orga uylangan shar'iy nikoh bilan. Hozirda men turmush zaksni bekor qilishini so'rasam, o'zing sudga ariza berib, shu tarafini o'zing to'la deyapti. Shu to'g'rimi? Shuni savolim shu edi. Tushunarli, ko'rsatuvimizni ko'rib turasiz. Savolim to'liq tushuntiray sizga. Xo'p. Ichki ishlarga murojaat qildim. Noqonuniy uylanganligi sababli qonuniy chora ko'rishlarini so'radim, lekin mana 5 yildirki ichki ishlar meni arizamni ko'rib chiqmayapti. Birga yashamayotganlarga qancha bo'ldi? 5 yildan o'tdi. Tushunarli. Bitta uyda yashaysizlarmi yo boshqa joylardami? Yo'q, boshqa joyda. Men o'zim shaxsiy uy sotib olib chiqib ketganman. U inson bilan 5 yildan beri birga yashamayman. Ikkinchi turmush bilan o'sha ota-onasini uyda yashaydimi? Ikkinchi turmush bilan ota-onasini uyda yashaydi. Hozir endi aliment to'lay olmay, molxonada kimnidir fermer xo'jaligida 6,5-7 million ishlayapti-da, lekin ish haqini 700 ming, 600 ming qilib noqonuniy tartibda yozdiryapti. Fermerga ham chiqishlar chora ko'rmayapti. Nechta farzandlaring bor o'rtada? 2 ta farzandim bor. 500 ming aliment beradi hozirda. 33%. Tushunarli. 7,5 million pul beryapti-da, qonuniy tartibda 600 ming, 650 ming so'm ish haqi yozdiryapti soliqdan. 7,5 million oylik to'layotganlik haqida qayerdan bilasiz? Uni bir qo'shnim, meni qo'shnim ishlardi, o'sha turmush o'rtog'imda qo'shnisi ishlardi, xotin bor. Shunga 7,5 million oylik beradi. Endi og'zaki eshitganda endi. Er-xotinga 7,5 million oylik to'laydi. Qayerda yashaysiz? Farg'ona viloyati Oltiariq tumanida yashayman.
Tushunarli. Bo'ldi, tushunarli savolingiz. Aloqani uzyapmiz. Ko'rsatuvimizni ko'rib turasiz. Advokatimiz ma'lumot beradilar. Aloqani uzdik. Xo'p, Birinchi masala ajrim demak masalasi. savoli 5 yil bo'ldi, qonuniy ajrashgan yo'q. Xo'jayini shar'iy nikoh asosida boshqa ayol bilan yashaydi. Ichki ishlarga murojaat qilgan, hech qanaqa chora ko'rilmayapti degan savol bo'lyapti. Demak, jinoiy javobgarlik masalasi qachon bo'ladi? Qachonki bir tom ostida yashasa. Ikkala ayol bilan o'sha qo'shxotinlik bo'lib qoladi unda, o'shani jinoiy javobgarlikka tortiladi. Ungacha agar shar'iy nikoh asosida rasmiylashtirib bergan diniy muassasani Imom xodimi shu imom xatibiga jinoiy javobgarlikka tortilishi mumkin. Agar o'qib bergan bo'lsa, u bo'yicha agar ariza beradigan bo'lsa. Ajrim masalasida bu opamiz nima qilish kerak? Mana hozir ajrimga bersam, ajroli qonuniy ajrata olmayapman. Bu bo'yicha aytayaptiki, o'zing sudga ariza bilan berib, o'zing shtrafini to'layapti. Bu yerda shtraf emas, davlat boji to'lanadi. Birinchi marotaba murojaat qilinishda ba'zi hisoblash miqdorini 2 barobar miqdorida to'laydi. Bu degani o'sha 750 ming va 38 ming pochta xarajati bo'ladigan 800 ming bo'ladi. 800 ming davlat bojini to'lab turib sudga ariza bilan murojaat qilishi mumkin. Yoki ikkalasi kelishgan holda yarim-yarimdan to'laydimi? O'zi aslida bu holatda eri o'zi to'lab berishi kerak. Chunki eri o'zi bu oilani tashlab ketib, o'zi boshqasiga uylanib olgan aslida. Mana shunaqa holatlar ko'p bo'ladi. Endi sudga murojaat qilsa, sud baribir muddat beradi. 3 oydan 6 oygacha va qonuniy hal qilib beradi. Ikkinchi holat bo'yicha aliment miqdorini yashirish, aliment to'lovini yashirish, oylik haqini yashirish deyilyapti. Bu opamiz Majburiy ijro byuroga ariza bilan murojaat qilib, arizada o'sha haqiqatda aslida oylik haqi 7,5 millionligini isbotlab berish kerak. O'sha summadan aliment undirib berishni so'rash kerak. O'sha olayotgan daromaddan kelib chiqib, daromaddan kelib chiqib. Lekin asoslab isbotlab berish kerak. Endi shu guvohlar bor deyapti. Guvohlarni o'sha Majburiy ijro byurosiga olib borib, agar guvohlar ham bu narsani tasdiqlab beradigan bo'lsa, Majburiy ijro byurosi tekshiradi. O'sha fermer xo'jaligini tekshirib, agar haqiqatda uni ga belgilangan ish haqqi aslida o'sha 7,5 million berib 1,5 million yoki 1 millionini nimadan o'tkazayotgan bo'lsa, soliqdan o'tkazayotgan bo'lsa, unda bu noqonuniy xatti-harakat hisoblanadi. Hammasini to'liq o'tkazish kerak bo'ladi. Bunga nisbatan fermer xo'jaligi ham tegishli chora ko'rishi mumkin va o'sha summani olayotgan summasini to'liq alimentga qaratadigan bo'lsa, ikkita farzandga 33% oladigan bo'lsa, unda anchagina summa bo'ladi, kattagina summa bo'ladi. Shu ikkala holat bo'yicha ham birinchi holat bo'yicha sudga murojaat qilinadi. Ikkinchi holat bo'yicha Majburiy ijro byurosiga ariza bilan murojaat qilinadi. Tushunarli. Keyingi qo'ng'iroqni qabul qilamiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz jonli efirdasiz. Bu ishlayapman. Men ko'p turibman-da, to'g'ri bor edi. Xo'p, eshitamiz. Qizim, katta qizimda qonunga balansi bilan ajrashgan. Xo'p. Shundan ba'zi aliment olmaydi, ijara puli olmaydi, ijaraga olib ketyapti. Buni hozir qizim iloji yo'q, olib kelib oldim. O'sha eri ishga chiqishga tashqariga. O'shandan maqsad aliment olmaydi. Nima qilish mumkin aliment olish uchun? Qancha bo'ldi ajrashganiga qizingiz? Ajrashgan yo'q, oy pasporti bo'yicha ajrashgan yo'q. U kuyovni o'zi yo'q. U tashqariga chiqishdan ishlagani. Aliment bergan odamni o'zi yo'q. Tushunarli. Bilmayman endi. Qachondan beri? Bermaydi. Qancha bo'ldi ketganiga? Mana hozir mana nevaramsi, o'sha nevaram ishga kirdi, 3,5 yil bo'ldi. Hali farzand ko'rgan yo'q-a qizingiz? O'sha bitta farzandi xolos, o'sha yeridan. Farzand homila tug'ilganmi yo hali ham homiladormi? Yo'q, tug'ilgan hozir emas, ishga ketdi. Uni hozir balasi ishga kirdi. Ha. 3 ga kiribdi. Lekin 3,5 yildan beri u kuyov yo'qligi uchun aliment undirish olmayapti. Sudga murojaat qildilaringmi sudga?
Xusa qildik, nima yo'qda asli javob Ha. yo'q. Yo'q, nima, qachon murojaat qildilaring sudga aliment undirish bo'yicha? Voy, nisbatan o shu bor, shu marta nima qildi? Sud qarori chiqqanmi, sud buyrug'i chiqqanmi? Akajon, bizga qayta bog'lanasizda, sizda aloqa sifati juda yomonlashib ketyapti, Bo'ldi, Muzaffar nima aka. qilaveramiz, men o'zim javob berib qo'yaman, tushundim. Qisqacha tushundingiz-a? Ha, tushundim. Xullas, bu holat bo'yicha aytilyaptiki, 3,5 yildan beri o'sha kuyovi ketib yuborgan, aliment to'lamaydi. Farzand bor, bir nafar. O'sha qonuniy ajrashishmagan, lekin birga yashashmaydi. Kelin o'sha tog'am bu akani qizini uyga olib kelib olgan. Birinchi navbatda bu bo'ladimi, bo'lmaydimi sudga murojaat qilish kerak. Aliment undirish bo'yicha. Sud u bo'ladimi, bo'lmaydimi 3 kun ichida sud buyrug'ini chiqarib MIBga baza orqali yuboradi. O'sha MIBga kelib tushgandan keyin aliment hisoblanishni boshlanadi. Ish haqisi bo'lsa ish haqiga qaratiladi, ish haqi bo'lmaydigan bo'lsa ishlamaydiganlar uchun alohida stavkalar bor. Chet elda bo'ladigan bo'lsa, Rossiya har bitta mamlakatning o'zining stavkasi bor. Masalan, o'sha patent asosida ishlaydigan bo'lsa, chet el Rossiya Federatsiyasida ishlayotgan fuqarolar uchun adashmasam, oylik ish haqi o'sha 2,5 milliondan ortiqroq 3 millionga yaqin summa belgilangan. O'shandan bitta farzandga hisoblab ketaveradi. Hisoblab. Kerak bo'lsa, Majburiy ijro byurosi xodimi nimani bu qarzdorni tekshirib olishi mumkin. Migratsiya agentligi orqali, migratsiya orqali agar migratsiyadan ro'yxatdan o'tgan bo'lsa, qaysi tashkilotda qayerda ishlayotganligi bo'yicha ma'lumotlar bor, oylik ish haqi to'g'risida ma'lumotlar bo'ladi. O'sha ma'lumotlarga asoslanib turib, oylik to'lovini grafikini chiqarib beradi va bu sho'chiga aylanaveradi. Ha, to'lamagan taqdirda ham to'planaveradi. Yillar davomida to'planib bir kun emas, bir kun kelganda O'zbekistonga qaytgandan keyin agar Majburiy ijro byurosi bu to'g'risida kelganlik haqida xabar topsa, birinchi qiladigan ishi cheklov qo'yadi. Ya'ni taqiq qo'yadi, chetga qaytib chiqarmaydi. O'sha qarzdorligini to'lasa ham chiqarmaydi. Kamida 5 yillikini to'lab berish kerak bo'ladi, oldindan. Kelasi 5 yillikini. Eski yildikini yopgandan keyin yana 5 yil yangi kelasi 5 yillikini yop bergandan keyin agar o'shanda ham undiruvchi rozi bo'lsa, ijro harakatlarini to'xtatishga rozi bo'lish haqida ariza beradigan bo'lsa, o'shandagina taqiq yechilishi mumkin. Bo'lmasa 18 yoshga to'lgungacha bo'lgan davrda aliment hisoblanib, yo to'lab beradi, yo o'sha summani qoplab beradigan, ortig'i bilan qoplab beradigan darajada garov qo'yish kerak bo'ladi. Masalan, transport vositasi yoki uy yoki bu qanaqadir bir ko'chmas mulkni qo'yadi, garov shartnomasi tuziladi, baholanadi. Aytaylik, 18 yoshgacha 150 million to'lanadigan bo'lsa, bolani nimasi? Uniki 170 million, 180 million bo'lishi kerak, mulkni bahosi. O'shandagina garovga olingandan keyin nima qilish mumkin? Cheklov olinishi mumkin bo'ladi. Tushunarli. Demak, sudga berish kerak, bermagan bo'lsa va kelishini kutish kerak bo'ladi. Boshqa iloji yo'q. Yo'q bo'ladigan bo'lsa undirib bera olmaydi. Xo'p, yana bir ma'lumotni aytib o'tsam, Muzaffar aka. Hurmatli teletomoshabinlar, bizga murojaat qilayotgan paytingizda imkon boricha sifatli aloqa joyiga o'tib olishingizni tavsiya qilamiz. Chunki mana ko'rib turibsizlar, yuqoridagi tog'amiz ham ozgina gaplari tushunarsiz bo'lib qoldi. Ana o'shanda savolingizni biz batafsil, aniq ravshan eshitamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz jonli efirdasiz, televizorning ovozini o'chirib qo'yasiz. Alo. Marhamat, eshitamiz. Qayerdan kim? Farg'onadan Zokirov Bahrom. Bahrom aka, televizorga qaramasdan telefonga gapiring. Marhamat, advokatimizga savolingiz bormi? Uy to'g'risida ham bo'laveradimi? Marhamat, eshitamiz. Ha, bo'pti. Nima, men uy olgan edim, 3 yil oldin uy oldim. Xo'p. O'shanda hozir u dokumenti chatoq ekan. Firibgarga tushib qoldi. O'shani mana 7 ta tergovchi almashdi.
ichki ishlar umuman nima qilmayapti. Mana 3 yildan beri meni sarson qilib yurishibdi. Men advokatlarga murojaat qildim. Advokat sudga nima qildi? Sud 2000 so'rabdi, advokatga 1000 berdi. Va shunga qilib aldab pul olib yurishibdi. Videosi ham bor nimani. O'sha oldi sotdi o'di nima retter deydimi? Retterga o'sha pulni berdim. Videoga oldim, xonasida olindi. Endi videolarga olib, hamma dokument nimalar bor. Tilxat yozib bergan, tilxatlari butun yolg'on ekanu, hech qanaqa nimasi yo'q. Uni nima qaqa borsa boraver deyapti o'sha nima retter. Men hech kimdan qo'rqmayman. Любой joyga borib nima qil deyapti. Ularni tepada tanishi bor shekilli. Xo'p, savolga o'tamiz. Prokuraturaga- Bahrom aka, savolga, maqsadga o'taylik. Tushunarli. Realtor sizni aldab firibgarlik yo'li bilan shu pulingizni olgan, uyni bermagan. Siz sarsonsiz. Savolga o'taylik. Xuddi shunaqa. O'shani yordam beringlar bir nima qilib. U retter tergovchilarni ham so'kib yuribdi. 7 ta tergovchi almashdi. Tushunarli. Necha yil bo'ldi bu ishga? 3 yil bo'ldi, 3 yil. 3 yil ichida ichki ishlarga murojaat qilgansiz, sizga Ha, javob xat berganmi? Birorta xat berganmi? Ha, hammasi kelgan bir-biriga nima SMBga yozdim, prokuraturaga yozdim. Bo'ldi, tushunarli. Tushunarli. Hamma xati bir 30 tacha xat turibdi, Bo'ldi, bir-biriga bo'ldi. nima qilishyapti. Bahrom aka, tushunarli. Ko'rsatuvimizni ko'rib turasiz. Siz bilan aloqani Ha. uzyapmiz. Ko'rsatuv davomida savolingizga javob beradilar advokatimiz. Xo'p, Tushunarli. rahmat, Salomat xo'p. bo'ling. Xo'p bo'ladi. Xo'p, savol tushunarli. Ya'ni realtor o'sha uy bilan shug'ullanadigan odam bu odamni uyini bunga sotgan. Shunaqa bo'lyapti hozir. Ha. Realtorga bular murojaat qilishgan, uy olishgan, pulni berishgan, lekin pulni olgani uy berilmagan. Demak, soxta nima qilingan ekanda. Bitta endi shartnoma, oldi-sotdi shartnoma bo'ladigan bo'lsa, oldi-sotdi shartnoma qonuniy tuzilgan bo'lsa, notarius tomonidan bitta jinoiy alomati yo'q deb hisoblanadi. Chunki shartnomaga o'zi rozi bo'lib imzo qo'yib beryapti. O'shaning uchun ham ichki ishlarga murojaat qilganda jinoiy ish qo'zg'amagan. Firibgarlik alomati yo'q degan, lekin aslida firibgarlik bo'lgan. Firibgarlik bu odamni aldab shu hujjatlar soxtalashtirgan yoki hujjat to'g'ri qilgan bo'lsa ham qandaydir o'sha aldab tegishli choralar oxirigacha ko'rilmagan. O'shaning uchun barcha hujjatlarni olib O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasiga murojaat qilish kerak. Chunki aytishi bo'yicha bu yerdagi o'sha yashab turgan hududdagi ichki ishlar bo'ladimi, prokuratura bo'ladimi, tegishli chora ko'rolmayapti. Qandaydir bir sabablarga ko'ra, bilmadim endi qanaqa sabablar bor bu yerda. Aytayapti-ku mana. Kerak bo'lsa u nimalar so'kib yuribdi deyapti. Tergovchilar deyapti. Demak, qanaqadir sabablar bordir-da bunga. Ta'sir chora ko'risholmayapti unga nisbatan. Yo isbotlab berisholmayapti. O'shaning uchun Bosh prokuraturaga kerak bo'lsa Bosh prokurorni qabuliga kirib holatni tushuntirish kerak. Tepadan turib nazoratga olinsa, o'shanda tegishli choralar ko'riladi o'shanda. Tushunarli. Kerak bo'lsa, agar isbotini firibgarlik alomati isbotini topilsa, pulning miqdori juda ko'p miqdorda bo'ladigan bo'lsa, ehtiyot chora qo'llashi ham mumkin. Shunga ham asos bo'ladi. Ehtiyot chora qo'llagandan keyin u odam o'z-o'zidan o'sha qaytarish masalasiga harakatni boshlaydi. Qat'iy chora ko'rish kerak-da, o'shanda natija bo'ladi. Qat'iy chora ko'rilmagan bo'lsa natija bo'lmaydi. Uning uchun o'sha qat'iy chorani ko'radigan Bosh prokuraturaga murojaat qilib nima qilish kerak bo'ladi? Murojaat qilish kerak bo'ladi. Tushunarli. Xo'p, savoli bor yurtdoshlarimiz, ozgina sabr qilib turasizlar. Bizda qisqagina reklama, reklamadan so'ng yana jonli efirga qaytamiz. Marhamat, reklama. Jonli efirdagi TV advokat ko'rsatuvi davom etadi, aziz teletomoshabinlar. Biz faoliyatimizni boshladik. Efirimiz jonli efirda, e'tiborga olasizlar va bizga savoli bor yurtdoshlarimiz ekrandagi raqamlarga murojaat qilishlari mumkin va undan tashqari bizning Telegram kanalimiz bor. Havolasi ekranda ko'rinib turibdi.
Mana shu havola orqali Telegram kanalimizga kirasizlar va savollaringizni onlayn ravishda komment sahifasiga yozish imkoniyatiga ham egasiz. Xo'p, Muzaffar aka, mana shu Telegram sahifamizga bir insonimizdan savol kelibdi. Assalomu alaykum. Singlim ajrashganiga 2 yil bo'ldi. Aliment olmaymiz. Qonuniy boshqa insonga turmushga berdik. Birinchi erini sog'ligi joyida emas. Otalik huquqini ikkinchi otaga qanday olsak bo'ladi? Hamma ta'minotini ikkinchi otasi qilib kelmoqda. Hozir jiyanimni deb savol yo'llabdi Telegram kanalimizning komment bo'limiga. Xo'p, mana shu savolni yuboribdilar. Ya'ni otalik huquqini so'rashyaptilar. Qanday olsak bo'ladi? Otalik huquqini olish qonunchilikda belgilab qo'yilgan. Ya'ni vasiylikka olish, otalikka olish barchasi hokimiyat huzuridagi vasiylik va homiylik organi bor. O'sha tashkilotning xulosasiga asosan sud qarori bilan bo'ladi. Agar batafsil ma'lumotni efirdan keyin men tushuntirib beraman. Bo'ldi. O'shanga hozircha aniq bitta nima sud orqali sud qaroriga asosan olinadi. Sudgacha yoki sudga murojaat qilgandan keyin ham baribir sud ham vasiylik va homiylik organiga topshiriq beradi. O'sha oilani o'rganib haqiqatda vasiylikka olish uchun barcha asoslar yetarlimi, yetarli emasmi? Shu tomonidan otalikka olish uchun tomon o'rganib o'zini xulosasini bergandan keyin uning xulosasiga asoslanib va holatga baho berib, taraflarda ko'rsatmalarini eshitib, o'shanga qarab turib, bolani manfaatdan kelib chiqqan holda bolani sog'lig'iga, ma'naviyatiga, tarbiyasiga barkamol o'sishiga zarar yetmaydigan nima holatlar o'rganib turib, shu keyin qaror qabul qiladi. Qarorga asosan keyin olish kerak, olish mumkin bo'ladi. Qo'ng'iroqni qabul qilsak bo'ladi demoqchi edim, afsus uzilib qoldi. Bizga qo'ng'iroq qilgan yurtdoshlarimiz, yo'q, Telegram kanalimizdan yuborganlar. Telegram kanalimizdan agarda bizni ko'rayotgan bo'lsangiz, mana shu savol egasi, iltimos telefon raqamingizni yozib qoldiring. Assalomu alaykum. Alo. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Rahmat, jonli efirdasiz, televizorga qaramasdan telefonga gapirasiz. Marhamat, advokatimizga savolingiz bormi? Bor aka, hozir yer, mana bu yer masalasida savol bo'lgandi, meniki ham shunga o'xshashroq. Xo'p. Hozir biz yashayotgan joyimizga nima kelibdi? Shtaraf qog'ozi kelibdi kadastr tomonidan. Bitta nima delalaringda bitta hujjat kam bo'lgan yerni hali davlat ro'yxatidan o'tkazmagan ekansizlar degan nima keldi? Shtaraf qog'ozi. Bu birinchi savolim. Ikkinchi savolim, hozir yaqinda kecha hamda nomlariga majburiy ijrodan haligi nima shtaraf qog'oz kelibdi u ham yana. Sizni boshqa joyda, yashash joyidan boshqa yana yer joyingiz bor ekan, soliq ham to'lamagansiz deb. Ikkita yeringiz bor ekan. Biz uni umuman bilmaymiz ham, xabarimiz ham yo'q. Unaqa yerni qayerdaligini ham, adresini ham keyin aytishmadi. Bugun kelib dadam kadastrga kelib bilishsa 3 kunda aniqlashtirib yo'qotib beramiz deyishibdi. Qayerda yashaysiz? Rishtondaman aka. Rishtonda. Farg'ona viloyati Rishtona. Demak, bu bo'yicha sizlarning nomlaringda yer bo'lib bazaga kiritilib qolgan va o'sha yerga soliq hisoblanyapti. Sizlardan undirishmoqchi bu narsani. Bizdan undirishmoqchi, u yerni to'lamaganliklaring uchun sizlarga jarima qo'llamoqchi. O'shanaqa aka. Jarima qo'llash to'g'risida kadastrdan birorta hujjat keldimi sizlarga? Qaror. Yo kadastrdan kelgan, yo majburiy ijrodan kelishyapti aka bular. Majburiy ijrodan kelgan bo'lsa, demak soliq tomonidan sudga berilgan, sudning qaroriga asosan yoki to'g'ridan-to'g'ri soliq majburiy ijroga o'sha ma'muriy bayonnoma tuzib turib, ma'muriy huquqbuzarlik bo'yicha o'sha adashmasam 10 barobar jarimasi bor. O'shanaqa. 1.750 ming bo'ladi. O'sha nimani vaqtida To'lamagan. Soliqdan bo'lgan qarzdorliklar, majburiyatlar to'lamaganligi uchun. Bu ikkinchi savolingiz bo'yicha. Birinchi savolingiz bo'yicha o'sha kadastrdan jarima. Bu hozir aka yashayotgan joyimiz, biz endi alohida haligi xo'jalik bo'lib chiqdik. Endi bu joy onamning nomida lekin. Biz endi sotib olganmiz bu yerda, turar joyda aka. Jarima to'lash bo'yicha, undirish bo'yicha kadastrdan sizlarga hujjat keldimi? Kadastr chaqirtirdi aka meni. Men borib o'zim hujjatlarni ko'rsatdim.
so'radim. O'shani ko'rsatganimda keyin mana shu sizda hozir mana shu ro'yxatdan o'tmagan ekan deyishdi-yu, keyin mayli uka qilib qo'ying deyishmadi. Sirasi jarima yozib berishyapti aka. Endi Nima? Men buni bartaraf qilsam bo'ladimi aka? Hozir men shuni menga endi aytdilaring, degandim. Buni qachonki ish tarafda to'laysiz, keyin borib davlat ro'yxatidan o'tkazasiz deyishdi. Keyin uni men bilish uchun muddatidan qog'ozi chiqadiki, undan keyin harakat qilasiz ukadidan, u jarima qog'ozi chiqqandan keyin dedi. Hayit Ramazon hayitiga to'g'ri kelib qoldi aka. O'shanga ozgina hali vaqt cho'zilib qoldi. Hali berilgan kuni o'tib qoldi, sudga beradigan kuni o'tib qoldi. Sudga borib murojaat qilsam, aka dedi, buni ana shu davlat ro'yxatidan o'sha aytgan zahotda o'tkazganingizda bu bizda sudda ko'rib chiqarilardi-da, siz ana shu nimani bartaraf qilgan hisobda sizga jarima qo'llanmasdi yoki jarima kam miqdorda qo'llaniladi deb shuni deyishdi. tushunarli savolingiz, hozir javobini olasiz. Aloqani uzyapmiz, ko'rsatuvimizni ko'rib turasiz. Xo'p aka, rahmat. Xo'p bo'ladi. Rishtonlik yurtdoshimizni telefon raqamlari. Xo'p. Azizlar, bizga qo'ng'iroq qilayotgan paytingizda imkon boricha televizorga e'tibor qaratmang. Ana o'shanda biz sizlar bilan sifatli muloqot qilamiz, sifatli ovozingizni eshitamiz, savolni tushunamiz. Xo'p, bu fuqaroga kadastr tomonidan jarima belgilangan. Sababi o'sha yashab turgan uylari kadastr hujjati mavjud bo'lsa-da, lekin davlat ro'yxatidan o'tkazilmagan deyilyapti. Davlat ro'yxatidan o'tkazilmagan mulk bu egalik huquqi ega emas. Egalik huquqi yo'q bu mulkka ularga. Faqat xuddiki ular ijarada o'tirganda bo'ladi-da. Kadastr hujjati bo'lganida u davlat ro'yxatidan o'tkazilib, ko'chirma beriladi o'zi davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi haqida Davlat xizmatlari markazi tomonidan beriladi. O'sha hujjat bo'lmagungacha o'sha uyga nisbatan mulkiy huquq bo'lmaydi. O'sha mulkiy huquqqa egalik to'g'risidagi hujjatni vaqtida davlat ro'yxatidan o'tkazmaganligi uchun bularga jarima qo'llangan. Bu jarima haqli bo'lishi mumkin, chunki bular o'z vaqtida davlat ro'yxatidan o'tkazib qo'yish kerak bo'lgan. Endi buni hujjatlarini ko'rish kerak bo'ladi. Agar uzrli sabab bo'lmaganmi u tomonidan endi bular asoslash kerak bo'ladi. Agar jarimadan to'lashdan norozi bo'ladigan bo'lsa, sudga berish kerak, shikoyat. O'sha jarimani bekor qilish haqida. Va sudda asoslab berish kerak bo'ladi. Nimaga bular davlat ro'yxatidan o'tkazmagan? Qanaqa sabablar bo'lganki, agar sabablar uzrli bo'lib topiladigan bo'lsa, balkim jarima bekor qilinishi ham mumkin, lekin bilmaganlik uchun davlat ro'yxatidan o'tkazmaganlik bu ozod qilmaydi jarimadan. Chunki qonunchilikni bilmaslik javobgarlikdan ozod qilinmaydi. Bu konstitutsiyadan belgilab qo'yilgan. Shuning uchun buni ko'rib chiqish kerak bo'ladi, ko'rib tekshirib, agar haqiqatda kadastr tomonidan belgilangan jarima asosli va to'g'ri bo'lsa to'lash kerak. To'lab davlat xizmatlari markaziga borib ariza berib, o'sha uyni kadastr hujjatlarini davlat ro'yxatidan o'tkazish bo'yicha ariza beradi va unga ham davlat bojisi bor, uni to'laydi, keyin kadastr hujjat ko'rib davlat ro'yxatidan o'tkazish haqidagi tegishli hujjat beradi. Tushunarli. Shu bilan hal bo'ladi masala. Keyingi qo'ng'iroqni qabul qilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz jonli efirdasiz. Marhamat, advokatimizga savol berishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Menda bir savol bor edi. Men ikkilamchi uyga kafil bo'lganman-da. O'shani hozir kafillikni bekor qilishni iloji bormi? Keyin qayerga murojaat qilaman? Sudga yoki advokatga? Shu savolimga javob berdilaring. Qanaqa shartnomaga kafil bo'lgan? Kreditkami? Ha, kreditga. Qanaqa kredit bu? Ipoteka kreditimi yoki nimami? Ikkilamchi Asaka bankdan nima bo'lganda? Ikkilamchi uy olish uchunmi? Ha, uy olish uchun men kafil bo'lganman. Kafillik shartnomaga qo'l qo'yib berganmisiz? To'g'risi qo'yganman, lekin shartnoma bilan hali o'zim yaxshi tanishib chiqmaganman. Hali siz kafil bo'lmaysiz deyilganda menga o'zi. Prosta qo'l qo'yishingiz kerak. Men turmush qurishdan oldin o'sha oldin 3 oy oldin zaksdan o'tganmiz. Keyin nima? Kafil bo'lasiz, keyin deb aniq aytishmaganda, prosta yangi turmush quryapsizlar, shu yangi uydan olinadigan, ular kafilnaqa ikkilamchi bo'lib chiqdi. Mendan даже yashirishganda, men hozir u to'lamasa menga tushyapti. To'g'risi qaynam qo'yganda.
Hozir uydaman, chiqib ketganman, 2 yil bo'ldi. Mhm. Hozir o'shanga qanaqadir menga nimasi bormi? Qayerda yashaysiz? Hozir onam uyida yashayman. Yo'q, O'zi qayerdansiz o'zi? Farg'onalik. Farg'ona shaharmi? Farg'ona shahar. Bu kredit qaysi bankdan olingan? Asaka bankdan. Asaka bankdan olingan bo'lsa, sizni qo'lingizga bir shartnoma, birorta hujjat berilganmi? Ha, olib borishgan, o'sha 2-3 marta borganman, qo'l qo'yib berganman. Ismingiz nima opa? Uyda qaynam nomida. Ha. Ismingiz nima opajon? Feruza. Feruza opa, sizni raqamingizni advokatimiz yozib olyaptilar. O'zlari aloqaga chiqasiz, xudo xolasa. Chunki sizni muammoyingizni hozir efirda batafsil tushuntirsak, vaqtimiz ancha ketib qolishi mumkin. Qisqacha gapirib berishi ham mumkin advokatimiz. Shunga e'tiborga olasiz. Bo'ldi. Rahmat. Bu holatda endi o'sha aytish bo'yicha qanaqa hujjatligini tushuntirmagan ham, kafilda ham kafilligi haqida aytmasdan turib, sizlar yosh oilasizlar, sizlarga yangi uy berilyapti deb turib, hujjatga qo'l qo'ydirilgan deyilyapti. Endi bu narsa aniqlik kiritish uchun hujjatlarni ko'rib chiqish kerak. Imzolarini ko'rib chiqish kerak. Bu bo'yicha agar hujjatlar bo'lsa, keyin ko'rib chiqib bir batafsil ma'lumot beriladi. O'shanga qarab turib keyin tegishli choralar ko'riladi. Tushunarli. Rahmat qo'ng'iroq uchun, salomat bo'ling va biz keyingi qo'ng'iroqlarni qabul qilishda davom etamiz. Huquqiy savodxonligingizni oshirmoqchi bo'lsangiz, advokatlarga murojaat qiling, hurmatli teletomoshabinlar. Qaysidir kattaroq ishni amalga oshiryapsiz, tadbirkorsiz, uy sotib olyapsiz, kredit olyapsiz, kattaroq miqdordagi kreditlar. Bir qator huquqiy masalalarda aqlingiz ozgina no'noqlik qilayotgan bo'lsa, bemalol mana shu advokatlarga murojaat qiling. Huquqiy masalalarda batafsil sizlarga yo'l yo'riq ma'lumot ko'rsatasilar, xudo xolasa. Albatta. Keyingi qo'ng'iroqni qabul qilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Siz jonli efirdasiz. Aha, yaxshimisizlar aka? Uzr bezovtaman. Rahmat, marhamat. Advokatimizga savol berishingiz mumkin. Men 2017-yil uylanganman deng. Xo'p. Keyin 2019-yil turmush bo'lmasdan ajrashganmiz. Bir nafar farzandimiz bor, lekin ularga vaqtida qarovini qilsak ham, alimentini bersak ham, boshqa qilsak ham bir ikkita advokatlarga uchradik, o'zlari bilan gaplashinglar dedi, yalindik. Shunchaki qisti qafasga olib, tashqariga chiqishga taqiq qo'yib qo'ygan. Shunga biz ham endi ota-onamizga yaxshi sharoit qilib berishga harakat qiladigan bolalardanmiz-da. Hamma turmush ham erkak kishini deb ajrashilmaydi ekan aka. Qanday yo'llari bor bizni shu tashqariga chiqishimizga, chetga chiqib mehnat qilib, shu yaxshiroq daromad topishimizga shu yordam bo'ladigan. Ko'p joylarga uchradim, 5 yilligini oldindan to'lash kerak deyapti. Ikkinchi yo'li shu ash tomonlar, narigi tomonlar xo'p desa, shunda chiqilar ekan. Butun boshli bitta odamni hayotini shu bitta qiz bolani qo'liga qo'yib qo'yish to'g'ri emasdir. Iltimos qilaman, gapim noo'rindir, lekin 5-6 yildan beri juda qiynalib ketdim. Meni orqamdan otam ham, onam ham qiynalib ketdi. Bu yerda ham ustachilik qilib yaxshi pul topamiz, lekin bizga chetda talablar ko'pda. Mana qiynalib yepirib olganman kategoriyaga. Shunga ham bir o'qiganmiz, shu ota-onamizga yaxshi, ashi bolamdan uy-joy qilib beraman men, niyatim bor, chunki meni bolam u. Shuni to'g'ri tushunishmaydi ekanda bular akajon. Hozir juda qiynalib sizlarga efirga bog'landim, shuni aytay, ko'p odam eshitayotgandir. Shu qizlarga insof bersin u. Lekin bizga qanaqa yo'llari bor aka yana chetga chiqishimizga? Tushunarli savolingiz. Siz aliment to'lab kelasizmi? Aliment to'lab kelamiz. Necha yildan beri to'lab kelasiz? 2019-yil fevral oyidan beri to'lab kelamiz. Farzand necha yoshga to'lgan? Farzandimiz 7 yoshga to'ladi bu yil, xudo xohlasa. Nechta farzand? Bitta farzandga to'laysizmi? Bitta farzandga to'laymiz. Orada shu 2019-yildan beri to'layotgan bo'lsangiz, to'lamagan oylar bo'lganmi? To'lamagan oylarimiz bo'ldi. Nima desiz, achchiq ustida men hali ozroq aliment to'lash uchun shunaqa qilsak, endi ko'p yo'l ko'rsatishdi. Shunaqa qilganlar, shunaqa qilsang, bo'pti, 100 naqadan beraman, keyin ko'proqdan beraman, ketsang desang, mabodo ozroq oylikli ishlar kirib olsang, xo'p der deyishdi. Maqsad prinsipga olib chiqarmaslik tashqariga. Endi
mana shu yerda siz xatolikka yo'l qo'ygansizda, odamlar kimdirlar gapiga quloq solib. Agar aliment to'lov ketganman men. uzluksiz vaqtida to'lab borilsa, MIB taqiq qo'ymaydi. Uzluksiz to'lanadi. Masalan, taqiq qo'yilmaydi, boshidan vaqtida to'lab kelsa, chet elga ketsa ham qo'yilmaydi. Vaqtida o'sha yerdan turgan pul jo'natib, masalan, uydagilarga jo'natsa, uydagilar to'lab tursa vaqtida. Lekin shu to'laganligini asoslovchi hujjatini qilib qo'yish kerak. Agar kartaga o'tkazib beradigan bo'lsa, o'sha cheklarini, kvitansiyalarni nima qilish kerak yoki pochta orqali yoki naqd pulda beriladi, to'g'ridan-to'g'ri qo'liga beriladigan bo'lsa, tilxat yozdirib olish kerak. Oldin 2019-20-yillar tilxat edi. Keyin 21-yildan boshlab bank shot qilish bergan bizga. Bank shot orqali to'lab kelyapti. Unaqa bank shotiga to'layman. Ular endi MIB orqali surilar ekan pul. Shunaqa kvitansiya to'plab kelamiz. Lekin bizga shunaqa MIB xodimlari shunaqa deyisharki, chiqsak, aka taqiqda shular ariza yozib kiritilgan bu taqiq chiqarilmaydi deb. Bu qarzdorlikni bartaraf qilsangiz ham hozir menimcha shu 4,5 millioncha qarzdorligim bor, shuni to'liq bersam ham bo'lmaydimi desam, yo'q aka, bu narsa bartaraf qilinmaydi, qachonki ular arizasini qabul qilmasa deb MIBdagilar shunaqa deyapti. Tushunarli. Endi qarang, o'sha orada to'lamagan paytlaringiz ham bo'lgan ekan-ku. Shularni to'plab hammasini hisoblasak, shu dushanba kuni chiqdimikin, 4,5 millionmikin, 4 million 750 mingmikin chiqdi. Xo'p, men savolimni eshiting. Aha. Qarzdorlik bo'lmaguningizgacha vaqtida to'lab kelgan paytingizda taqiq qo'yilmaganmi? Qo'yilganda shu ataylab ariza orqali taqiq qo'yish berasan deb qo'ydirishgan ekan. Tushunarli. Savol tushunarli. Siz bilan aloqani uzyapmiz, ko'rsatuvimizni ko'rib turasiz. Salomat bo'ling, qo'ng'iroq uchun rahmat. Xo'p, demak, taqiq qo'yish ikki xil usuli bor. Undiruvchini o'zini talabiga ko'ra, arizasiga ko'ra ham qo'yilishi mumkin. Yoki bo'lmasa ikkinchi holatda qarzdorlik bo'lsa qo'yiladi. Bu fuqaroning aytishi bo'yicha o'sha qarzan bo'lgan, to'lamagan oylari ham, vaqtlari ham bo'lgan. Ba'zi bir sabablar kimdirlar gapiga quloq solib. Lekin aslida agar arizachi, undiruvchi o'zi talab qilib ariza bilan murojaat qilmasa taqiq qo'yish to'g'risida qarzdorlik bo'lmaydigan bo'lsa, majburiy ijro byurosi tomonidan ixtiyoriy ravishda taqiq qo'yilmaydi. O'sha vaqtida to'lab kerak bo'lsa xorijga chiqib ishlab kelishi ham mumkin. Faqatgina agar xorijga chiqib ketgandan keyin to'lash to'xtatiladigan bo'lsa, taqiq qo'yib qidiruvga berib qo'yiladi. Chet elda bo'ladigan bo'lsa. Endi buni qonuniy yo'li, yechimi agar undiruvchini roziligi bo'lsagina taqiq yechiladi deyilyapti, bu to'g'ri. Endi roziligi bo'lmasa ham taqiq yechishda usul qonuniy yo'li bor. Buni yechimi o'sha farzand hozir 7 yoshda bo'lsa, 18 yoshgacha bo'lgan davr hisoblanadi. O'sha 11 yillik hisoblanadi va hozirgi qarzdorlik 4,5 million qarzdorligi qo'shiladi. Qo'shilgan qancha summa bo'ladi, uni MIB o'zi hisoblab beradi. O'sha nimani aliment kalkulyatori bor, o'shaga qo'yib hisoblab beradi. 150 million bo'ladimi, 200 million bo'ladimi, o'shani yo to'lab berish kerak yoki o'sha to'lovdan yuqoriroq bo'lgan qiymatga ega bo'lgan mulk garovga qo'yilishi kerak. Tushunarli. Uy bo'lsa uy, boshqa ko'chmas mulk bo'lsa ko'chmas mulk, transport vositasi bo'lsa o'zi nomidagi garovga qo'yiladi. Garov shartnoma tuziladi. Garov shartnoma tuzilib, o'sha garov taqiqqa olinadi. Chunki u to'lamay qolinadigan bo'lsa, o'sha garovga qo'yilgan mulkni auksion orqali sotuvga qo'yib turib, sotuvga tushgan pul bilan qoplanadi. O'shandagina o'sha qonuniy yo'llar choralarni ko'rilgandan keyin undiruvchini ruxsati kerak bo'lmaydi. Chetga chiqish imkoniyatiga ega bo'ladi. Chunki u qoplab qo'ydi-da. Qoplab qo'ydi, to'liq qarzini uzib qo'ydi. O'shandan keyin chiqish mumkin. Ungacha bo'lgan uzalma to'liq qo'yalmasa, garov bo'lmaydigan bo'lsa, faqat undiruvchi o'zini roziligi bilan majburiy ijro byurosiga ariza berish kerak, taqiqni olish haqida. Tushunarli. Boshqa chora. Xo'p, azizlar, bizga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetganligini resurlarimiz aytib o'tishyapti. Sizlar bilan xayrlashmaymiz. Keyingi payshanba oqshomida ko'rishguncha deb qolamiz. Advokatimizni raqamlarini eslatib o'taman. 91 kodi bilan 657 09 33 raqamlariga murojaat qiling. Payshanba oqshomida ko'rishguncha deb qolamiz. Muzaffar aka.
Barchalarga rahmat deyman berilgan savollar uchun, shu e'tiborlari uchun. Endi huquqlaringni o'rganib boringlar. Agar o'rganmaydigan bo'lsalaring, o'zlaring qiyin holatga tushib qolasizlar, asablaring ham ketadi, mablag'laring ham ketadi, cheklovlar ham qo'yib qo'yilishi mumkin bo'ladi. O'shaning uchun huquqlarini o'rganib boringlar. Barchaga yaqinlarimga, ota-onamga salom aytaman. Salomat bo'ling, Ruxsor telekanalidan uzoqlashmang.